Birodarlar, qizlar, qiz farzandlar jahannamdan parda ekanligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadislarida. Ikkita qizing bormi, ikkita singling bormi, opang bormi, kim bor? Chiroyli muomala qilsang, tarbiya qilsang, yedirsang, ichirsang, turmushga uzatsang, sen uchun jannat deyapti. O'g'il tug'sa, deb xursand bo'lamiz, qiz desa, hali balon qo'yib yuboradi-da. Subhanalloh, qiz ham farzand, o'g'il ham farzand. Qizni ham Alloh beradi, o'g'ilni ham Alloh beradi. Ong'irab qo'y. Sen qayerdan bilasan, o'g'il foydami senga, qiz foydami? Ya'ni qiz bolani hurmatli ekanligi, muhtaram ekanligi mana shu hadisdan bilib turibdi. Mana shu farzandlarning tarbiyasi va xususan qizlar tarbiyasida qizlarimizga nomahram erkaklar bilan, begonalar bilan aralashib yurishlikdan ehtiyot bo'lishi kerakligini yoshligidan ta'lim beraylik. Likey